Mana bu kremni videoni o'zida sevib qolishga sizlarni majburlayman. Qaranglar, tekstura ko'p surdim krem. Bu qo'l, oyoq, yuzni o'ziga sursanglar ham ortib qoladigan darajada ko'p doza kremda. Chunki krem ichida moy, yog' bo'ladi, mum yog' bo'ladi. Shuning uchun teri ustida sirpanib yuradi. Imенно bu krem terini ichiga kirib ketishi uchun moslangan. Sababi kremlarning 3 dan 1 qismi terini ustida qolsa, 2 qismi tashqi muhit hisobiga yo'q bo'lib ketadi. Quriydi, atrofga tarqiydi va eng anaqasi kislorod bilan sochetaniyada qurishni boshlaydi. Mana shuning uchun aynan bu krem terini ustini o'zida teri bilan yo'q bo'lib ketishga moslangan. Qaranglar, shuncha doza krem. Mana bir dunyo surdim. Ber. Mana. Bir dunyo kaftimni o'zida. Kaftimni o'zida уже tarqab ketdi. Endi shuncha dozada krem oling, suring, oppoq qilib tashlaydi. Yana plus o'sha kremingiz aylanib ma'nabitlaringizgacha sursangiz ham bu krem turaveradi terini tagiga kirib ketmasdan. Bu juda tez ishlaydi, momentalni. Shuncha aytyapman, hayotinglardagi eng zo'r krem bo'ladi. Qo'lga krem ishlata olmayman. Sababi qo'limni, rul ushlagan, narsa ushlaganimda qo'lim ichi kirga o'xshaydi. Yoqimsiz, неприятный ощущение beradi-da. Yuvib tashlayman baribir. Bunda xuddi shu narsa yo'q. Mana bitta miyamdagi ideal krem qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa chiqariladi. Так что skidkasiz ham olinglar. Skidkani umuman kutmanglar, chunki skidkada 30 ta dona u 1 minut 2 minut ichida tugab ketadi. No skidkasiz ham обязательно olishga harakat qilinglar. Skidkada ulgurishim mumkinmi deganlar, shanba kuni 15:00 da 1 soatgagina chegirma ochiladi. Telegram kanalda вот идеально da ko'ryapsizmi? Вот buncha kremni nefas. Короче, tugadi maqtovim.